Ke, narsalarni ol. Ota nima edi? Qurbon aka. O, Qurbon aka. Qurbon aka, Hozir. qarab oling. Keling. Assalomu alaykum. Tuzaymiz aka? Charchamasdan. Pul kerakmi? Kredit firmasidan kelyapman. Kredit olgan ekansiz 50 million. Aka 2 oydan o'tib ketibdi, to'lamayapsiz. Telefon qilyapsiz, telefoningiz o'chiq. Bir-ikki marta kelib taqillatib eshigingizni hech kim ochmadi. Yaxshim uyda ekansiz. Qachon to'laymiz endi aka? Yo sudga chiqarib yuboraylikmi? 50 million? Men hech qayerdan kreditga pul olganim yo'q. Adashmayapsizmi? Yo'q, adashtirganim yo'q. Bozorov Qurbonali sizmi? Ha. Mana Chodiyli 71-uy. Hamma pasport ma'lumotlaringiz kiritilgan. Sizning nomingizga chiqqan 50 million so'm. Mana qo'llaysiz turibdi. 2 oydan beri to'lagingiz yo'q aka. Qachon to'laymiz buni? Ha, meni qo'lim. Qanday olgan ekanman? Bu adashmovchilik bo'lyapti. Bundan xabaringiz yo'q-da? Yo'q. Tushunarli. 2 oy oldin ikkita bala kelib, Ehsondan ehsonimiz bor deb, uyga kirib, pasportni olib, qo'l qo'ydirib ketmadimi? Ha, kelishgandi. Siz ham oldiga ketibsiz-da ular, ha? Mana shu ikkovsimi? Ha, mana shular. Aka, siz ham oldiga ketibdi-da bular. Bizni ishxonada ishlagan xodimlar edi. Juda ko'pchilikni aldab nomiga kredit olib, chet elga qochib ketdi. Hozir qidiruvda. Uyga kelib, qo'lingizga qog'oz berib, qo'l qo'yib bering deganda o'qib ko'rmadingizmi? Yo'q, o'qimabman-da. Uylarni qurib beraman, xarojlardan xabar olib turaman degan uchun qo'l qo'yib beribman-da. Soddasizda aka. Uyga kelib, qog'oz berib, qo'l qo'yib bering degandan keyin hamma yog'ini o'qib chiqish kerak-da. Endi to'g'risi bu kreditni to'lab turish kerak. Bo'lmasa pena yozib yuboradi, bo'yningizga katta qarz bo'lib ketadi. Biz ham qo'limizdan hech narsa kelmaydi. O'shalar ushlansa, bo'yniga qo'yiladi, keyin to'lab beradi. Nima qilamiz endi aka? Men nima qilaman? Menda bunaqa pul yo'q. O'zi bir pensiyaga yashaydigan odamman. Unda aka ertaga pasportni olib, avtovokzal ro'parasida ikkinchi etajda ofisimiz bor. Mana meni telefon raqamim. Shu yerga borib telefon qilsiz, chiqib kutib olaman. Ofisda biron narsa qilamiz. Mana aka. Olib o'tarsiz ertaga. Xo'p. Sog' bo'ling. Rahmat. Bir yelkada iymon, birida shayton, birida haqiqat, birida yolg'on.